Xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikka murosasiz muhit yaratish mavzusidagi 6-xalqaro ilmiy anjumanimizni ochiq deb e'lon qilaman. Bugungi tadbir juda muhim. Mana aytib o'tildi spikerlar tomonidan. Chunki jamiyatimizda zo'ravonlik afsus kundan kunga ko'payib ketyapti. Jamiyat barqarorligini ta'minlashda ayollarning o'rni va roli, xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikka murosasiz muhitni yaratish. Qo'limdan kelgancha bunaqa tadbirlarni qoldirmaslikka harakat qilaman va bugungi mavzu esa juda ham dolzarb. Buni dolzarbligini juda chiroyli raqamlarda hozir har bir daqiqada davlatning ijtimoiy munosabatlarda qabul qilgan qoidalar orqali himoya qilinishi shart ekanligi haqida mana yuqorida chiqqan barcha oratorlar ochiq oydin aytib o'tishdi.